Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun darsni boshlaymiz. Bugun shu yuqori samaradorlik ikki ustuni haqida, ya'ni vaqtni boshqarish hamda qarorlar qabul qilish bo'yicha zamonaviy mutaxassislar ikkita frontda kurash olib borishadi. Bular cheklangan vaqt hamda murakkab qarorlar qabul qilish kerak bo'ladi. Startaplarda bu muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni siz bir vaqtning o'zida bir nechta topshiriqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi yoki ularni javob berishingiz kerak bo'ladi. Bizning ongimiz ma'lumotlar bilan to'lib toshgan, ammo diqqatimiz tarqoq hisoblanadi. Ya'ni ko'p muammolardan biri hisoblanadi. Ya'ni diqqatni jamlash muammosi hisoblanadi. Haqiqiy samarada ikkita narsani talab qiladi. Birinchisi, atrof muhitni nazorat qilish kerak, ya'ni vaqtni nazorat qilishingiz kerak. Ikkinchisi, shu ongni boshqarish kerak, ya'ni qarorlar qabul qilishda to'g'ri qaror qabul qilish kerak. Hop, buni birinchi ustun, ya'ni vaqtni boshqarishda diqqatni har doim himoya qilishimiz va muhitni nazorat qilish strategiyasini olib borishimiz kerak. Bunda nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni ko'pchilik aytadiki, ko'p vazifali multitasking samarali deb o'ylashadi. Ammo u miyani charchatadi. Ya'ni siz bir ish bilan shug'ullanyapsiz, o'rtada aytaylik qanday chalg'ituvchi ish ro'y berdi. Masalan, aytaylik, diqqatingiz telefonga tortildi yoki elektron pochtaga javob berdingiz yoki biror tanishingiz sizni so'rab keldi va diqqatingiz tortildi yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Sizni diqqatingizni chalg'itadi. Yoki multitaskingda ko'pchilik masalan bir ishni bajarish davomida ishni to'xtatishadi va keyingi ishga o'tishadi. Natijada juda ham katta qiyinchilikka ro'y beradi. Bu yerda ya'ni birinchi ishdan ikkinchi ishga o'tish jarayonida, ya'ni birinchi ish balkim tugallangan bo'lishi mumkin, balkim tugallanmagan bo'lishi mumkin. Hali sizda birinchi ishtiyoqi, uni bajarish bo'lgan fikrlar jamlangan bo'ladi. Uni birdan to'xtatib ikkinchisiga o'tish bu aslida juda ham qiyin hisoblanadi. Ya'ni aytaylik, siz dasturlash bilan shug'ullanib turibsiz. Dasturlaringiz hali yakunga yetmagan. Dasturingizni to'xtatdingizda boshqa, aytaylik, texnika bilan shug'ullandingiz yoki boshqa administrativ ishlar bilan shug'ullandingiz. Bu yerda sizga katta muammo paydo bo'ladi. Qanday muammo? Ya'ni birinchisidan ikkinchisiga, ya'ni miyaning aytaylik dasturlash bilan shug'ullanayotgan paytingizda sizga miyaning bir qismi ko'proq shunga e'tibor qaratgan bo'ladi. Keyinchalik sizga keyingi vazifaga o'tishingizda esa boshqa qismi kerak bo'ladi. Natijada birinchisidan ikkinchisiga o'tish sizda vaqtni hamda energiya, juda ham katta energiyani talab etadi. Masalan, bu yerda ko'rsatib berilyapti, ya'ni 30 daqiqa davomida ishlandi, o'rtada 5 daqiqada chalg'ish butun oqimni uzib yubordi. Hop, Pol Gremning uchun Pol Grem tomonidan yaratilgan ikkita jadval bu. Agar siz menejer bo'lsangiz, Pol Grem tomonidan tavsiya etiladigan jadval quyidagicha bo'ladi. Ya'ni kunni 1 soatliklarga yoki 2 soatliklarga ma'lum vazifa uchun ajratasiz. O'sha yerda diqqatni ajratasiz. Chunki bu yerda menejerlarda juda ham ko'p o'zgaruvchan vazifalar bo'lishi mumkin. Ya'ni aytaylik, administrativ ishlar, xat chiqarish kerak, xat olish kerak, uchrashuv olib borish kerak, xaridorlar bilan, hamkorlar bilan uchrashuv olib borish kerak. Bularda shu blok ko'rinishida, ya'ni vaqt bloklarga bo'lish tavsiya etiladi. Natijada kutilmagan vaziyatlar bo'lishi mumkin, kutilmagan ishlar bo'lishi mumkin.
o'sha kutilmagan ishlar o'rtadagi bloklarni da bajarilishi nazarda tutilgan. Agar siz dasturchi yoki yaratuvchi bo'lsangiz, sizga oqim usuli, ya'ni yaratuvchilar usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Ya'ni ular ko'proq shu masalaga ko'proq sho'ng'ishadi. Ya'ni sho'ng'ishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda masalani yechishda sizga ijodiy yondashish kerak bo'ladi. Agar sizda o'rtada uzilish bo'ladigan bo'lsa, butun fikringizni jamlaganingiz, butun g'oyalaringiz uzilish ro'y berib, boshqa fikrlarga chalg'ib qolishi mumkin. Shuning uchun agar dasturchi yoki yaratuvchi bo'lsangiz, oqim ko'rinishidagi jadvaldan foydalanish tavsiya etiladi. Asosiy maqsad oqim holatiga chuqur sho'ng'ishimiz kerak. Psixolog Mixail Csikszentmihalyi tomonidan aytilishicha, nazariyasiga ko'ra, oqim bu inson o'zining eng yuqori darajasidagi ishlayotgan aqliy holatdir. Agar siz oqimga tushadigan bo'lsangiz, ya'ni yaratuvchi bo'lsangiz, oqimga tushsangiz, bu insonning eng yuqori darajadagi ijodkorligi hisoblanadi. Birinchi navbatda faoliyat to'liq sho'ng'ishimiz kerak. Atrofda boshqa narsa ahamiyat yo'qotish kerak. Vaqt hissini yo'qotish kerak va o'zini anglash susaytiradi. Xo'p, oqimni himoya qilish strategiyasi asosiy qoida bu yaratuvchilar ishi uchun uzilib qolmaydigan vaqt bloklarni o'rnatish kerak. Ya'ni uzilmas kerak shu vaqt oralig'ida. Kunni rejalashtiruvchi, ya'ni yaratuvchi, mekerlar va menejerlar va kutilmagan vazifalar uchun vaqt ajratadi. Menejerlar odatda kutilmagan vaqtlar uchun qoldirib ketishadi blokni. Ideal bloklar har kuniga kamida 2 soatlik mutlaqo jimlik. Masalan, soat tonggi 6:00 dan 8:00gacha faqat jimlik bo'ladi. Sizda elektron pochta, boshqa ijtimoiy tarmoqlar tekshirilmaydi. Faqat o'sha ishingiz bilan shug'ullanasiz. Bu orqali esa o'sha blokda siz o'sha masalaga ko'proq sho'ng'iysiz. Ikkinchi ustun bu qaror qabul qilish, ma'lumotlar va hissiyotlar o'rtasida muvozanat topish kerak. Har doim ma'lumotlarga asoslanib qolmaslik kerak. Ya'ni ma'lumotlarga asoslanib qolish empatiyaning yo'qolishi va tahliliy falajlikka olib kelishi mumkin. Masalan, siz startap bilan shug'ullanyapsiz. Sizda aytaylik, dastlabki ko'rsatkichlar yaxshi emas. Natijada sizni nimada ishtiyoqingiz, startapni davom ettirishga bo'lgan ishtiyoqingiz yo'qolib qoladi. Natijada tahliliy falajlikka olib keladi. Shuning uchun bu yerda faqatgina ma'lumotlar, datalarga asoslanib qolmaslik, bu yerda intuitsiyaga, insonni o'zingizdan kelib chiqqan holdagi intuitsiyaga, bilimlaringizga, ko'nikmalariga ham nimada tayanishimiz kerak. Ya'ni bu yerda ma'lumotlar, to'liq ma'lumotga tayanib qolmasdan faqatgina bu yerda inson o'zingizning intuitsiyangizga ham qo'yishingiz kerak. Ma'lumotlar almashishda ularni tekshiradi, tasdiqlaydi. Agar intuitsiyani qo'shadigan bo'lsangiz, savol berish san'atini yaratadi. Ya'ni yaxshi yetakchi to'g'ri savol berish orqali mijoz xulq-atvorni chuqurroq tushunishadi. Empirik dalillar va ichki sezgi o'rtasidagi mukammal muvozanatni shakllantiradi. Bu sizga yordam beradi. Shuning uchun faqatgina ma'lumotlarga emas, intuitsiyani ham qo'shishimiz kerak ekan. Xo'p, tanlov psixologiyasi biz qanday qaror qabul qilamiz? Xatolik shundaki, biz biznes qarorlar o'ta ratsional va tahliliy jarayonlar orqali qabul qilinadi deb o'ylaymiz. Lekin aslida ular ma'lumotlar va muqobil variant ko'pincha qaror qabul qilish uchun emas, balki qabul qilingan qarorni to'g'riligini, ya'ni oqlash uchun ishlatiladi.
Ya'ni biznesda faqatgina qaror qabul qilish kerak emas. Bu yerda qaror qabul qilishda o'sha faqat tahliliy ma'lumotlar shart asoslab qolish kerak emas. Intuitsiyani rivojlantirish uchun, intuitsiv qaror qabul qilish uchun nima qilish kerak? Issiq bilish hamda sovuq bilish tushunchasi bor. Hot cognition yoki cold cognition deyiladi. Issiq bilish timsoh miyasi ham deb atashadi. Bu yerda avval jalb qilish yoki itarish qismi orqali yaratiladi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, biror o'lja jalb qiladigan bo'lsa, tezlikda amalga oshiradi. Qaror so'z tahlilda ko'ra bevosita instinkt va ichki tuyg'uga asoslanadi. Bu yerda issiq bilishda o'sha insonni intuitsiyaga ko'proq e'tibor beriladi. Sovuq bilish sekinroq ishlaydi. Bu yerda ratsional va mantiqiy tahlillarga asoslangan bo'ladi. Odatda faqat dastlabki hissiy qarorlarni tasdiqlash uchun xizmat qiladi bu sovuq bilish. Ko'proq issiq bilishni rivojlantirish kerak. Ya'ni fikrlash doirasini ustma-ust qo'yish, ya'ni bu yerda birinchi navbatda qiziqish, ya'ni qiyinchiliklarni yengib o'tish haqidagi jozibali hikoyalar, ya'ni o'zingizni startap qurayapsiz, o'shani yengib o'tib, ya'ni muammoni yechib shu haqidagi jozibali hikoyalar. Bunday deb mukofot, ya'ni o'shani joriy qilganingizdan keyin sizga oluvchi mukofot sifatida ko'rsatuv va birov qadr qimmatni oshirishga yordam beradi. Va vaqt, time, o'yinni shoshilinchlikni hissini yaratishni ishlatiladi. Hop, yuqori samolyot formulasi muvaffaqiyat bu atrof muhitni cheklash va daxlsiz qaror qabul qilish erkinligidir. Birinchi qadamda vaqtni boshqarish, ya'ni uzluksiz yaratuvchi bloklarni yarating va oqimni toping. Oqim bo'lishi kerak. Ikkinchi qadamda qarorni shakllantirish, issiq bilishni tushunib, instinktni qabul qiling. So'ngra ma'lumotlar xabardor bo'lib, turli uni tasdiqlash kerak. Diqqatingizni himoya qiling, ongingizni boshqaring. Ya'ni haqiqiy mahsuldorlar ko'proq ishlash emas, balki qayerda chuqurroq ishlashni va qanday qilib to'g'ri tanlov qilishni bilishda hisoblanadi. Ya'ni ko'proq faqat ko'proq ishlab qolmay, to'g'ri vaqtda to'g'ri qaror qabul qilish bu haqiqiy mahsuldorlik hisoblanadi.